Ekranlıqı qədərli kərimənlər, yaxşımısınızlar. Sabah köy proqramımızın yeni san arqılıq sizlərlə didarlaşqalığımdan intayın xursəmən. Şu tap textonlar bulatqını Şinjan Sabah Mədəniyyət Axtı çək şirkəti işləyən Şinjan Mərifət Elektron Soğut çək şirkəti tajdarlığını ağan Sabah köy proqramısı. Mən riyasətçi dostlarla Nazgül Tırсынcan. Hər günü bir yeni köy textonlar bulatıdı. Yaxtırıb görüşünlərni qızğın tavsiyə qılımən. Səhnimizdəki bu jigit bolsa özünün rənciməyən degan naqsi esonlar buluş kerak dostlar. Ani şunun oxşaş nurg'ulg'an muhabbati kuyları arqılıq həm yangi plastinkalar arqılıq hər millat xalqiga ma'naviy zo'q bag'ishlab kelayotgan yosh naqshchi Abdug'ani. Abdukim, qarshi olamiz Abdug'ani. Rahmat. Qani ekrandagi do'stlarga maylangi bir salomimizni yo'llaydim. Salom hurmatli azizlar, sizlar bilan Sabah ekrani orqali yuz ko'rishganligimdan to'limi xursandman. Hammalarga omonlik yer bo'lsin. Rahmat. Abdug'ani, burunlardamda naqshingizni jiq anglaydik. Masalan, shu ranjimayman degan shu plastinkadagi necha naqshingiz muhabbat qatorliq naqshlaringiz bak jiq do'stlarning yoqtirishiga erishgandi. Hatto men shuna bir esimda bor, bir qaytam shu qarmayman uchun bir uzun avtobusga chiqqan vaqtimizda shu yerda ranjimayman degan naqshingizni takrar qo'yiva degan shunlar bak kallam. Raslikin kallamı bek sınıp gidip ekan. Hem bu naqshingiz mı ashta qilqay uzun yo'lg'imi bek mos kelgan o'xshaydi deb o'ylab qoldim. O'zimilqi jiroq ketdim degandek. Ketdim degan safarga mos kelgan bo'lgan. Shon safarga bek mos kelib deb o'ylab qoldim. Undan keyin bir mazgil yo'qolib ketdingiz. Siz qaysi ishlar bilan shug'ullanayotgansiz? Men hamda shu ekran oldida yo'qolib ketgan bilan xalq orasida yo'qolib ketmadim. Yani davomli naqsh etish bilan. Har qaysi yurtlarda shu takliflar bilan xizmat qatnashib kelyapman. Naqsh etishni yaxshi ko'rasiz. Bu naqshsiz yashamayman. Undaqdan bu so'zingiz bek ching degan bo'ldi. Undaqda Abdug'ani bizning o'sha Sabah köy programmamizda biz yangi kuylar bilan ko'pchilik bilan diydorlashib keldik. Bugünkisi yangi kuy. Ijodiyatingizmi yoki qanday? Ijodiyat. O'zingizning ijodiyatimi? Tekstini, muzikasini o'zim yozgan. Bu yangi kuyimizning ismi Shodlig'im sen. Izchilamda mushu yoshlar orasida sal muhabbatga erishamay sal tushkunlik bo'ldigan naqshlar jiqlab ketibdi-chu. Sal g'am jiqraqda, uningda og'irnish jiqraq. Del to'g'ri topdingiz. Hozir siz qarsam shodlig'im sen deganingiz bek xo'shib ketdim. Xapagan yurayversak bu muhabbatga erishaman deb og'irnayverganda uning tirishib baqinimiz yaxshiroqda. Shu sizning ma'noyiliqi shodlig'im sen degan temangiz menga bek yoqdi. Ras, bugun kayfiyatim shunda xo'shal. Men bilan ko'rishibmi? Ham shu. Hamma naqshimni bir xil xo'shallik naqsh so'g'achqa. Bir xil ko'pchilikka xo'shallik tuyg'uni berish uchun naytdi. Davomli xo'shalman turyapsiz-da. Bugun hammamizga shunday bir xo'shal kayfiyat, sog'lom turmush har vaqt yor bo'lsin. Hamsa shodlig'im sen nomli bu naqshiga birlikda jo'r bo'laylik. Marhamat.
Abdığını rahmet hakikaten bir ilgi tez tanız kildiğen bek coşkun nakşıke bu ha. Şu hakikaten emmeylerini özünüzün nakşılan tağın bir xil şadıman, yaxşı bir ruhi halat, yaxşı bir keyfiyatga ep kirgeningizga rahmat. Sizga rahmat. Bundan keyin yana qandaq bir planlaringiz borki o'sha sahada, kasbiy saharingizda? Ko'pchilik uchun salomat bo'lsam, yana ko'p naqshlarni az deganda 100 dek naqshini mush qisqa vaqt. Bek ozg'u bu 100 degan. Men bir tal, ikki tal demdiki sen 100 yil dedingizku. Bir qancha yil ichida demakchi. Chiqgan, ha? Chiq. Yani chiqdi chiq. Bo'ladi. Demek hem demiş şu sabahki seknimiz bu. Manımız sizge okşaş yürükede otu ba, avazda nakşları ba, mışında yaxşı sanatkarlarını elbet karşı aldı. Yeni nakşlarınlar mışı sabahkimiz arkalık tarqalsa, texim yaxşı emas mı? Doğru mu? Doğru deysiz bu sabah ekranı. Bizdek ekran aldığı çıkıp bulamayotgan sanatkarlar şunaqla. Yeni yetilayotgan bizning ko'p iqtidorli mujmayirlarimiz uchun bir yaxshi sahna bo'libdi. Mush ustozlarga ko'pdan ko'p tashakkurimni bildiraman. Rahmat. Sizin bununki işleriniz teximi yaxşı bo'lsin. Rahmat, birga bo'lsin. Endi miyada bir ko'zoynak baqirang. Bu nim ko'zoynak desiniz, endi bizim programmamizni endi Şinjan Ma'rifat elektron so'z tekshirishni qo'llab kelayotuvchi bular endi har xil siz o'ylab baxmagan bir narsalarni ishlab chiqardik ya. Kompyuterlar balki xil narsalar. Endi mau nimga desiniz bunu men taqab bag'aya. Gradus bormi yana? Yo'q, gradus yo'q-ki. Ve siz texim bir xil yo'riq ko'rinib ketdingiz. Mau endi nimga desiniz bu kök nurluq to'sish ko'zoynagi ekanchu. Endi buning qiliqi flizi deb qo'yganmiz. Mushundaq unum qo'shilgan ekan. Buni endi masalan taqib olgandan keyin kichik bola bo'lsin yoki cho'nglar bo'lsin, men taqib olib kitoblarga qarasak ko'zimiz talmaydi ekan. Aniki xilma-xillarga fushalarniki oldini oladi ekan, radiatsiyalarniki. Andan keyin buni taqib olib, masalan, televizor ko'rsak yoki shu vaqtlarda ko'zimga qo'ygan bismini ajizlashtirdi ekan. Buniki unum bak yaxshi kesin taqib olib. Ko'z asrashda foydasi ko'p ekanda buni. Masalan, kun nurining bo'lsin yoki infraqizil nur bo'lsin, har xil radiatsiyalar bo'lsin, shuningdan professorlarga o'xshadingiz. Bas shuni o'xshab qolgandek turmaysan. Demek hem de müşkil köz asraş közeynigini hem de ballarımızın hazır okuş bismi yuqurlatqanmış mezgillerde müşündaq bir közeyneklerini taqib alsak, ular kitap ko'rgan ekan ko'zlar taldigan yoki yashang'iraydigan müşta ahvollarni oldin ag'il bo'lgan do'stlar. Hozir ko'zni bek jiqishiltirgan, to'la telefon qaraydigan. Bu telefon bekcha qaraymiz emas, ammo ko'zniki bismi bek eg'irlab ketdi. Shunga müştaq vaqtlarda biz müşündaq bir apchil bizniki turmushimiz qulaylik bo'lgan Müşündə uskunlarga ehtiyacımız bo'ldi ekan, do'stlarimizga shuni tavsiya qilib, uni boshqa yana nurg'un iqtidorli bir xil kichik do'stlarimiz bor ekan. Agar ham shu ma'rifatchilik ishlab chiqargan xilma-xil mahsulotlarni tushunib olmoqchi bo'lsanglar, yana program guruhimizga aloqalasanglar bo'ladi. Ko'pchilik. Adığınız sizga rahmat. Sizga rahmat. Endi ko'zoynakni qo'qiyamdiq ya, taqib. Berasizlar, men yarashgan. Men ma'rifatchilikdan bir so'ray. Bo'ldi, sizmi ko'p ijodiyat bilan shug'ullanaman, da'vatsiz, yanchiqki 100 ijodiyatni maydon keltirish uchun ko'zingiz maqchan tang charchaydi. Bo'ldi, sizga bir sadiya bo'lsin. Chaqchaq qo'ysam rost berasiz. Sizga mi yarashdi? Qadrli do'stlar, bunaqda bu sam programmamizni biz mana shunday ahamiyatli mazmunlar bilan oxirlashish oldida turyapmiz. Atki mazmunlarimiz texim sarxil, amsa abdug'ni birlikda ekran orqasida xo'sh tamdiq. Xo'sh do'stlar, at ko'rishaylik. Xayr xo'sh.